Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. İrlandiyada turishliq Xitoyning bosh elchixonasidagi tor betida e'lon qilingan Xitoy elchixonasining bayonotchisining muxbirlarga bergan savol-javobining yozma e'loni. Bu torbetning ismi Cumhur Xalq Cumhuriyetining İrlandiyada turishliq bosh elchixonasi. Ya'ni 2 ayning 9-kuni Xitoy elchixonasining bayonotchisi muxbirlarga bergan savol-javob so'zi. Muxbir Xitoy elchixonasining bayonotchisidan mundaq savol so'radi. İrlandiya parlamentining Kengash palatasi hech qanday cheklash sharti qo'yilmagan shart ostida bultur 12 ayning 9-kuni Uyg'ur alayida sotining chiqargan hukmini İrlandiya Kengash palatasi qabul qildi. Buningga nisbatan Jungo konsulxonasi qanday qaraydi deb savol so'ragan. Xitoy elchixonasining javobi: İrlandiya Kengash palatasidagi bir qism oz-sonliq kishilarning yolg'on yovdaq ma'lumotlarni ko'tarib chiqqanligiga biz qat'iy qarshi turamiz. Bu Jungo davlatining ichki ishlariga aralashganlik, Jungo İrlandiya davlatining o'tirisiga ziyon solganlik. Atalmış Londonda içilgan Uyg'ur alayida soti bo'lsa, uni terrorlik bölgünçi Dünya Uyg'ur qurultiyi mablag' bilan ta'minlagan. Xitoy davlatiga qarshi bir qism bölgünchilardan tarkib topgan guruhi bo'lib, bu guruhga Xinjiangni qalaymoqlashtirib, Jungoni haqoratlab, qarchaplab, Jungo davlatiga suiqasd qilmoqchi, bölgünçi Dünya Uyg'ur qurultiyi mablag' bilan ta'minlagan atalmış Uyg'ur sotining hech qanday qonuniy salohiyati yo'q va ishonchiligi yo'q. Uyg'ur sot mahkamasi va uning atalmış hukmlari faqat Jungoga qarshi ilib berayotgan ilin nayronlari. Har qanday bir vijdoni bor, aqli o'shi joyida bor insonlar bundaq siyosiy nayronlarga aldanib ketishga bo'lmaydi. Biz İrlandiyadagi bir qism oz-sonliq Kengash palatasidagi siyosatlarni obyektiv faktlarga hurmat qilishini va bunda xatoliklarni sodir qilmasligini talab qilamiz degan. Cumhur Xalq Cumhuriyetining İrlandiyada turishliq bosh elchixonasining tor betidagi 2 ayning 9-kuni e'lon qilgan maqolasini tarjima qilib qo'ydim. Hammalarga rahmat.